Muhiddin dedim, Ravshanbek siz ham gapga aytdimi desam, aytdi aka, boraman bog' shamolga, bugun maza qilib o'tiramiz gap dedi. To'g'ri. Ha deganda kelavermadi Muhiddin. Ha. Keyin Qorasuqlik o'rtoqlar telefon qildi. Muhiddin ketyapti. Balonni almashtirishyapti dedi, mashina buzilib qoldi. Nima aytdim, yo Muhiddinning dami chiqqan. Soat 9da Yangi bozorda oldida ko'rishamiz dedingizmi? Ko'rishadigan edik-da. Kelib yarim soat kutdim aka. Ha. Mashinangiz turibdi, o'zingiz yo'qsiz. Bunaqami? Keyin o'yladim-da o'zimcha. Ha. Namaz qilgan to'y qilaman debdi, yo kamiga kirib ketgan. Haqiqatda men keldim. Shu va'dalashgan joyga. Mendan oldinroq kelib, panjaraga suyanib, boshingizni ushlab o'ylanib turgan ekansiz. Ha. Men aytdim, Muhiddin boshini ushlab o'ylanib qoldi, yo g'ami katta dedi. Endi yoshi 60 ga borib qoldi aka. Organizmda o'zgarish bo'ladida. Albatta-da. Doim sog'ligidan bog'liq yuradi-da. Keyin o'zimcha o'ylayman. Namazov akam yo o'tar edi. Siz ham sog'ligingiz yaxshi emas edi, endi yaxshi bo'lib qoldingiz. Ha. Bir oy buni oqsalayotgandingiz. Ha. Qadamingiz qiyshiq bosayotganingizga aytdim, Muhiddin yo o'q yegan. O'tib oriyapti, bir telefon qilib bo'lsa ham hol-ahvol so'rab qo'yilsam, urush beryapti, ishing nima deb. Ha. Atsim kelib aytdimki, "Boring, o'tingga ham urdi." Endi biz dehqonchilik bilan shug'ullanib turamiz-da usta. Ha. Savdo ekuvdim. Bir telefon qildi. Savdo o'rtoq qilyapman desam, o'rtoqqa yordam beraman deb keldi. Ha. Tagati ham yo bo'lmasa tutib panasda yotibdi, men aytdim, Muhiddin yo o'toqqa yaramaydi. Faqat bir kun yordam beringiz, chaqirdingiz Hasarga. Chaqiruvdim. Bir kun kelib ishim yoqib qoldi shekilli-da. Ha. Ertasiga ham indiniga ham yana chaqiryapti Mirzo aka. Keyin o'zimcha o'ylandim, Namazov akamga yo o'tog'im yoqib qolgan. Uka, men sizni Asharga bekor chaqiribman. Nimaga? Ko'ngildagida yordam bermaysizlar. Bundan keyin sizga o'tog'im ham yo'q. Ash kezilganda ro payqizdi Mirzo aka. Endi mana uyga o'toqqa solib qo'yib o'zi damalab o'tiribdi. Ha. Ovqatdan daryo yo'q. Keyin undan so'radim, Namazov akam qani desam, unisi gapirib yubordi. O o'toqda boshida o'tiribdi dedi. O'toq qiladigan odam ovqat solib kelsa yo'q-da. Ketib yoribsiz. Men aytdim, Muhiddin yo egardi qoshida ketgan. Hali yulingan yangi ko'katlar o'toqlarni olib ketdi tekka solib. Ertasiga nima qilyapti deb tushuntirib yubordim. Hamroqatni yaxshi ko'rardi, yo o'toq deb o'tiribdi.